Mani marafonim faqatgina ozish uchun deganlar katta xato qiladi. Marafonim avvalo to'g'ri ovqatlanishga qaratilgan. To'g'ri ovqatlanish sizga nafaqat ortiqcha vazndan xalos bo'lishga, balki go'zallarim butun organizmingizni sog'lom qilishga yordam beradi. Birinchi, gormonal muvozanat tiklanadi. Menyuga kiritilgan to'g'ri mahsulotlar orqali ayollarning gormonal fonini tartibga solish va hayz siklini normallashtirish mumkin. Ikkinchi, ichki shamollashlar kamayadi. Ko'plab kasalliklarning ildizi tanadagi yallig'lanish jarayonlaridir. To'g'ri ovqatlanish bilan bu jarayonlarni kamaytirib, sog'lom bo'lish mumkin. Uchinchi, teri holati tiniqlashadi. Bizning ovqatlanish tizimimiz bilan teringiz ham nur taratadi. Qolgan plyuslarni opisaniyada o'qib olishingiz mumkin go'zallarim. Endi ham marafonimga shubhangiz bormi go'zallarim? Menimcha yo'q. Sog'ligingiz birinchi o'rinda bo'lsa go'zallarim, izohlarda sog'lik so'zini yozib qoldiring, men sizga albatta yordam beraman.